Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun bir chiroyli zamonaviy taroqfason darvozamizni Farg'ona viloyati Toshloq tumaniga Badish qishlog'iga olib kelib ustanovka qilib bo'ldik. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Videoga ozgina noqulay bo'lgani uchun teraklar orasida jicha kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Bu darvozamiz eniga 3,5 metr, bo'yiga 380 razmerga o'rnadi. Juda chiroyli, juda go'zal holatda o'rnadi, mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu darvozamiz 1 kvadrat metr 1,100,000 so'mdan olib kelib ustanovka qilib bo'ldik. Bu 2 qavatli darvozamizni mana materiallari bilan tanishtirib o'tsak, stoykalari 8 ga 8 profil bo'ldi. Ikkilik stenada listlari 2lik list bo'ldi, 2 qavatli variantda. O'rtaga steklovatalar bosilib. Darvozamiz juda qalin materialda, full variantda tayyor bo'ldi. Bu kerak bo'lsa, mana ichidagi mana karnazini ham, Z karnazini ham 1,7 stenada buktirib chiroyli qilib ustanovka qilib berdik. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Ichidagi profillari darvozamiz 6 ga 4, 1,5lik stenada bo'ldi. Zamoklarimiz Zubr zamokda. Kraskalari har doim sepilyapti turgan, o'sha hozirda trenddagi mokriy asfalt Devo kraskadan bo'ldi. Kraskalarga xudo xohlasa garantiya zamoklar. Zamoklar mana Zubr zamok. Shu ishda kalitli. Zubr zamokdan orqalarini ko'rsatib o'tsak, darvozamiz orqa holatlari. Orqa holatlari ham, orqalari ham tekis, plotniy, juda chiroyli holatda ustanovka qilindi. Bu darvozamizga qo'shib mana kichkina kalitkasini ham ustanovka qildik. Kalitkasi o'sha pechatlisli 1 kvadrat metr 700,000 so'mdan olib kelib mana qo'yib berdi. Pechatlisli o'sha 1,3lik stenada listlari. O'sha pechatlisimizning qalin stenasida. Darvozamiz mana nima zatorlari, sentr zatorlari aka-ukalar ko'pchilik ichkarida qo'yilyapti. Bu qachondir buzilib qoladigan bo'lsa, akalar, mana tashqarida bemalol qayerda nuqsoni bor ko'rib nima qilinaveradi. Shuni hisobiga asosan tashqariga qo'yilyapti. Zatorlarimiz mana hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar xizmati kerak bo'lsa, darvoza, naves, perila, so'ri xizmatlari kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Xudo xolasa doim aloqadamiz. Kanalimizni kuzatib boringlar. Keyingi videolarimizda ham kraska sepish, ustanovka qilish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.